Hozirgi kundagi ko'payib borayotgan ko'krak bezi kasalliklar, ayniqsa fibrozni, kistozni mastopatiyani, kistalarni ham, tugullarni ham bir oyda so'rdirish zo'r usuli. Bor yo'q, hop deb men uchun ikkita giyohni ichib bering bo'ldi. Birinchisi baravaymatga. Bu любой ayol sistemasidagi gormonal fonni to'g'irlab beradi. Ikkinchidan ko'krak bezidagi shish va og'riqni ketkazib beradi va fibrozlarni so'rdirib beradi. Ikkinchisi krasnoy shotka. Bu estrogenni kamaytirib beradi, ko'kraklardagi kistalarni so'rdiradi va prolaktinni pasaytirib beradi. İçilish tartibi: baravaymatkani olasiz, bir osh qoshiqni bitta stakanga solasiz, qaynoq suv solib to'ldirasiz, 20 minut damlaysiz. Shu damlamani 3 qismga bo'lib, ertalab, obedda, kechqurun och qoringa ichasiz. Va krasnoy shotkani xuddi shunaqa bir choy qoshiqni bitta stakanga solasiz, qaynoq suv solib to'ldirasiz, 20 minut damlaysiz, 3 qismga bo'lib, to'q qoringa bir oy ichsanglar, ko'krak bezidagi absolyut hamma jarayon ketadi. Ayniqsa ko'krak bezi saratonini oldi olinadi va bachadon, tuxumdonlarning holatini yaxshilab beradi. Любой ayol kishiga jo'natasiz, like bosasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tiborga rahmat.